Yomon ham urmagan ekan otamni. Hazlakam ham urmagan ekan. Qachoq bo'lib ketgan ekan. Ichki ishlar xodimi uchastkovoy mast holatda kelib, otamni mana shu yerda urib bo'lib, tushib, ariqqa itarib yorib, qaytib qochib ketgan. Jinoyatni yashirish uchun. Mashina ichida o'tirganimizda qarsillagan tovush keldi. Edim bu avariya bo'ldi deb, keyin sherik haydab mashinaga bordi. Urib yuborgan mashinani qorong'ida ko'ryapmiz-da biz. Qaytib turib, keyin haydab ketdi tezlikda. 16 sentyabr kuni soat 19:30lar chamasida Farg'ona viloyati Furqat tumani Bekobod mahallasi hududida velosipedda harakatlanib ketayotgan 63 yoshli No'monjon Ahmedovni Karmak mahallasi uchastka noziri Zafar Qo'shmatov mast holda mashinasida urib yuborib qochib ketgan. Voqeadan xabar topgan uchastka nozirining otasi dala chetidagi ariqda yotgan No'monjon Ahmedovni shifoxonaga olib boradi va ko'chadan hushsiz yo'lovchini topib oldim deb bunga shifokorlarni ishontirgan. Jabrlanuvchi tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelinganida jonsiz bo'lgan. Meni otam Ahmedov No'monjon 63 yoshda edi. Paxta punktda 42 yil ishlab pensiyaga chiqqan edi. O'sha kuni 16 sentyabr kuni chamasi 19, 15, 20 larda tarqadik. Otam ham paxta punktda ishlashardi, ham pensioner edi. Ketayotganda Qo'shmatov Zapar ichki ishlar xodimi uchastkovoy mast holatda bo'lgan, kunduzi bilan ichib olib yurgan, o'rtoqlarining oldiga o'tirishga ketaydiganda meni otamni urib yorib, voqea joyidan qochib ketgan, yashirinib, yashash xonadoniga kelib, otasiga urib yordim degan. Keyin yarim soat, 1 soatdan keyin otasi, akasi borib, otamni o'sha joydan olib, shoshilinch tez tibbiy yordamga o'zimiz Furqat tumani banisasiga olib borib, bu fuqaroni yo'ldan behush yotganda topib oldik deb doktorlarni ishontirgan. Jinoyatni yashirgan otasi. O'sha kuni где-то bir 8:15 da kam 8 lar atrofida edi, qorong'i tushib qoldi. Biz mana yerda mashinaga mana shu yerda o'tirdik-da, o'tirishimiz mashina ichida o'tirganimizda qarsillagan tovush keldi. Edim bu avariya bo'ldi deb, keyin sherik haydab mashinaga bordi. Keyin haydab ketdi tezlikda, raziyga.